Ey insonlar, birodarlarim, bejizga hamma narsa yaxshilikka degan naql hamon asrlar osha bizning davrimizga qadar yetib kelmaganda. Ishoninglar, sizlar bilan bo'layotgan hamma narsa, men bilan bo'layotgan hamma narsa yaxshilikka-da. Bitta bir yaqinroq birodarimiz siqilib yuribdi-da. Aytayaptiki, yaxshi ko'rgan qizim yerga tegib ketib qoldi deb siqilib yuribdi. Nima bo'ldi yo bu yoqda so'rab surishtirilsa, qiz bunga aytibdi, men sanda kelajak ko'rmadim, sani hatto tayinli ishing yo'q, sen bilan bolalarimiz ham zo'r kayf hayotda yasholmaydi, bunaqa narsalarni sen qilib bera olmaysan, senga hali bor deb turib 20 kundan 26 kunda boshqa bolaga yerga tegib ketibdi. Vaholanki bu bolaga qizni ota-onasi ham rozi bo'lib turgan bo'lgan. Bola qizni onasi bilan bitta joyda ishlagan. Adasi ham bolani yaxshi bilgan, qiz adasi ham. Qiz bolani qo'lida hunari bo'lgan, u mebelchi bo'lgan. Mebelda zakaz har doim ham bo'lmaydi. Zakaz bo'lmagan kunlar ish bo'lmaydi. Ish bo'lsa yaxshi topadi. Lekin bu stabil daromad emasdek-da go'yo. Lekin bu rukach bo'lganda, aslida moliyaviy tomonlarni to'g'ri kelmasligi to'g'risida mas'ullar, ya'ni ota-onalar gapirishadi. Bu yerda qiz o'zi aqllilik qilib gapirgan, bir tomondan olsalar, aytsalar, lekin tegini bilmasdan turib, tegi shunaqa bo'lganki, qiz juda erta bu bolani sirazu bortini berib erga tegib ketgani, bu qizni yana boshqa varianti bo'lganligidan dalolat beradi. Bola siqilish o'rniga xursand bo'lmaydimi? Buni variant qilib turib, yana boshqa bolalar bilan ham gaplashib yurganda, o qiz. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki hozir ko'pchilik qizda shunaqa, balki oldingi davrlarda ham shunaqa bo'lgandir. Bilamiz, qizlarni oshig'i ko'proq bo'ladi, chiroyli bo'lsa yana ham ko'proq bo'ladi, o'rtancha bo'lsa ko'proq bo'ladi. U endi hammasini ham maqsadi uylanish bo'lmaydi. Son bor, lekin sifat unchalik ko'p bo'lmaydi va bular orasidan kim uylanish niyatida, kim uylanish uchun harakat qilyapti, kim boshqa niyatda harakat qilyapti, bu o'zaro raqobat ketayotgan paytda qizga bilinib turadi. Misol, men bu bola rasxod qilmayapti, men bu bola rasxod qilyapti, qiz sal bunga yaqinroq, moyilroq bo'ladi. Xullas, bilganki, bu boladan ko'ra bu bolaning moddiyati yaxshiroq, o'shanga buni bizani tanishimizni bortini berib, narigisiga sirazu erga tegib ketyapti. Bu yerda qiz sho'striylik qilgan, tushunasizlar? Tak что bunaqa qizdan Xudoyimni o'zi uni ajratganiga xursand bo'lish kerak. Chunki bunaqa moddiyatga o'ch bo'lganlar ertaga to'ydan keyin ham yuziga sovuradi, baribir oilani parokanda qiladi. Bitta tanishimiz bor edi-da, 2023-yilda 7 million oylik olardi. Va bu oylik hatto hozir ham yaxshi hisoblanadi. O'sha oyligini 2023-yilda uylangan xotiniga yetkiza olmagan. Bunga sabab nima bo'lgan? Instagramdagi luxury lifestyle. Palonchi xotiniga sovg'a beryapti, gul beryapti, mashina olib beryapti, unaqa qilyapti, telefonni qimmatidan olib beryapti, unaqa qilyapti, balo battarlarni har kuni erini yuziga sovurgan, mana, sen unaqa qilib bermayapsan, mana, bu menga qilib beryapti deb. Keyin oxiri ajrimga sabab bo'lgan va ular ajrashishgan. Hozir o'sha juvon to'g'risida gaplar eshityapmiz, u boshqa bolaga berib yuribdi degan. Tak что ishoninglar, moddiyatga o'ch bo'lgan qizlar to'ydan oldin ham mana shu narsasini qilyapti, to'ydan keyin ham dalshi qiladi va ajrashib ketganidan keyin ham qiladi. Tak что shunday ekan, mana shunaqa iflos qizni uni hayotidan chiqarib tashlagani uchun u Xudoyimga ming rahmat aytish kerak, to'g'rimi? Baribir to'ydan keyin ham bir balo bo'lardi. Agar farzandli bo'lishsa, o'rtada farzand qolardi, buni ham battar siqilgani qolardi. Bundan ko'ra shundoq qizdan qutulganiga xursand bo'lmaydimi, to'g'rimi? Baribir mol dunyoga o'ch bo'lgani to'ydan oldin ham o'ch bo'ladi, boshqalari bilan ham yuraveradi, to'ydan keyin ham eridan so'rab talab qilaveradi, bolani sharoiti bo'lmasa bu narsa bilan ta'minlab bera olmaydi. Keyin u ajrashadi yoki ajrashmasdan turib boshqa moddiyati yaxshiroq bo'lganiga ketib qoladi. Nima kerak mana shunaqa jalab sifat qiz, xotin, to'g'rimi? Shunday ekan, xursand bo'lish kerak. Hamma narsa yaxshilikka degan gap, boya aytganimdek, bejiz asrlar oshi hamon dolzarb naql emas. Salomat bo'linglar. Sirazu mana shunaqa insonlar atrofingizda bormi? Chofforinglar, kerak emas unaqasi. Xotinlikka umuman yaramaydi. Agar maqsad boshqa bo'lsa-ku, arziydi. Chunki
yaqin o'rtoqlarimizdan shu narsani ko'rib kelamiz. Senga nimadir beradigan qiz sendan nimanidir oladi. Va bu oldi berdi. Unaqa qizlarga uylanib bo'lmaydi. Prosta yurish kerak. Ularni unaqa qizdan o'zligi ham yaxshi bilishadi. O'shaning uchun o'ziga kerakli narsani oldirib oladi, bola xohlayotgan narsani beradi. Bir xil shunaqa osmonga uchib sevib qoladigan bolalar buni anglolmaydiki, o'shunaqa qizga uylanaman deb yurishadi chiranib. Foydasi yo'q, qaytanga xursand bo'lish kerak, salomat bo'linglar.